Videosi bo'lmasa ham oson tayyorlanadigan bochka retsepti. 2 tuxumni chaqib olib, bitta sarig'ini ajratib olamiz. 2 qoshiq shakar va 1 stakan suv solib olamiz. Yarim stakandan kam bo'lgan o'simlik yog'i va 1 qoshiq to'la dro'jja solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, to'la 2 qoshiq unni elakdan o'tkazib olamiz. Yana bir marta aralashtirib, qopqog'ini yopib, 15 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. 15 daqiqadan so'ng tayyor bo'lgan apparamizni xamir holatiga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni yarim soatdan keyin xona haroratidagi margarin bilan mushlab, yana 1 soatga qo'yib qo'yamiz. So'ng xamirimizni yuvib olib, xohlaganimizcha ichiga nachinka solib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Men nachinkasiga olmali va malinali murabbo, shakar va kakaodan foydalandim. Bo'laklar tayyor bo'lgandan so'ng listga joylashtirib, taxlab olamiz. So'ngra boya olib qo'ygan tuxumimizni sarig'ini ustiga surkab chiqamiz. Pechga solishdan oldin 20 minut davoltirib, 180 gradusda pechga solamiz. Bo'sh qolmasligi uchun ovqatdan sachragan yog'larni gazimizdan tozalab olamiz. 45 minutda bo'lishkamiz ham pishib chiqdi. Shakar, asal, suv aralashtirib, sirop tayyorlab qaynatib olamiz. So'ngra bo'lchka ustidan qo'yib dasturxonga tortamiz.